حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Xayrli kech, men doktor Metyuman. Shuningdek, Xalqaro Nasroniylar vazirligining bir qismi bo'lgan creation.com sayti bilan ham aloqam bor. Tibbiyot doktori bo'lganim va juda ham dinlarga qiziqqanim sabab bu yerga keldim. Aytib o'tganingizdek, sakinat ham ichki, ham tashqi bo'lgan hissiyotdir. Men o'zim ham boshqa millionlab odamlardek ko'p gunoh qilganman. Keyin esa gunohdan butunlay pok bo'lgan Iso barchaning gunohi uchun yetarli bo'lgan to'lovni to'laganligini, ya'ni biz uchun o'zini qurbon qilganini bildim. So'ng tavba qilib, unga iymon keltirdim va shu dinni qabul qildim. U yana mening sharmandalik gunohlarimni o'ziga olish uchun hojkimi qilindi va jon berdi. Shu sababdan men bu sakinatni qabul qildim. Buni faqatgina qalban, ruhan his qilish mumkin. Meni savolim shuki, siz ham mendagi sakinatni qabul qilishni xohlamaysizmi? Shunga javob bersangiz, rahmat. Do'stimiz doktor Metyu juda yaxshi savol berdi. Shuningdek, bir veb-sayt bilan aloqasi borligini, sakinatni Iso Masihdan topganini aytdi. Bu dinni qabul qilishga sabab Iso Masih butun yer yuzidagi gunohlarni o'ziga olish uchun xochda qurbon bo'lgan ekan. Shunday qilib siz mendan sakinatimni qabul qilmaysizmi deb so'radingiz. Do'stim, men umuman sizning sakinatingizni qabul qilmoqchi emasman. Men sizlarga noto'g'ri sakinatni olib, to'g'ri sakinat tomon yo'naltirmoqchiman. Men Iso alayhissalomni yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Meni ham sizga savolim bor. Asli siz o'zingiz Iso alayhissalomni yaxshi ko'rasizmi yoki yo'q? Yaxshi ko'raman. Chindanmi? Albatta. Iso Masihning Xudo ekanligiga ishonasizmi? Ha, yaxshi. Endi yo siz haqiqiy sakinatni qabul qilasiz yoki menga dalil keltirsangiz men sizning diningizga o'taman. Kelishdikmi? Ha. Siz menga Iso Masihni Xudo deb aytdingiz. Bibliyadan shu aytgan so'zingizni tasdiqlovchi bir dona aniq oyat aytib berishingizni so'rayman. Birgina, ochiq oydin. Iso Masihning men Xudoman va menga ibodat qiling deganlarini keltirib bering. Men nasroniylikni qabul qilishga tayyorman. Siz Isoni Xudo dedingiz. Musulmonlarga kelsak, islom dini Iso Masihga ishonishni iymonning shartlaridan qilgan yagona e'tiqoddir. Biror bir musulmon Iso alayhissalomga ishonmas ekan, musulmon hisoblanmaydi. Biz Iso Masih Qodir Allohning payg'ambarlaridan biri bo'lganiga ishonamiz. Biz uning Masih ekanligiga va mo'jizaviy tarzda hech qanday erkak aralashuvsiz tug'ilganiga ishonamiz. Vaholanki ko'pgina zamonaviy nasroniylar bunga ishonishmaydi. Biz u zot o'liklarni Allohning izni bilan tiriltirganiga, tug'ma-ko'r va moxovlarni Allohning izni bilan davolaganiga iymon keltiramiz. Musulmonlar va nasroniylar shu joyigacha deyarli bir xil, ammo nasroniylarning ko'p qismi xuddi siz kabi Iso alayhissalom ilohlikni da'vo qilgan deyishadi. Iso alayhissalomning o'zi men Xudoman yoki menga ibodat qiling deb aytgan birorta ham aniq oyat Bibliyada mavjud emas. Agar bir dona oyat ayta olsangiz, men nasroniylikni qabul qilaman. Ammo hech qachon ayta olmasangiz-da, nima uchun uning xudoligiga ishonyapsiz yoki hech bo'lmasa Iso sizning gunohlaringiz uchun xochda qurbon bo'lganligi yozilgan kitobni aytingchi. Paulusning ta'limotidami? Siz Paulusga ergashyapsizmi yoki Iso alayhissalomgami? Bibliyada unday gap yo'q, chunki Iso alayhissalom hech qachon xudolikni da'vo qilmagan. Agar uni yaxshi ko'rsangiz, uni hurmat qilishingiz kerak. Bir vaqt Iso alayhissalomdan amirlarning eng birinchisi haqida so'rashadi. Bu hodisa Mark Injili 12-bob 29-oyatda eslatiladi. Ey Isroil, quloq sol. Bizning Robbimiz bitta Xudodir. Bu bilan u ilgari aynan Musa alayhissalom aytgan so'zlarni so'zma-so'z takrorlagandi. Xo'sh, sizdan so'rayman. Siz haqiqatan ham Iso Masihning ta'limotini bilasizmi? Masihiy so'zi Iso Masihning ta'limotiga ergashadigan odam deganidir. Efesliklar kitobi 5-bob 18-oyatda sharob ichib mast bo'lmang va Hikmatlar kitobi 20-bob 1-oyatda esa sharob mazah qiluvchi aroq janjalkashdir, ularga aldanganlar esa nodondir deyilgan. Biz musulmonlar aslo spirtli ichimliklar ichmaymiz, ammo ko'p nasroniylar ichadilar. Shuningdek, biz musulmonlar cho'chqa go'shti yemaymiz. Bibliyada Leviylar kitobi 11-bob 7-8-oyatlarda, Qonunlar kitobi 14-bob 8-oyatda, Shayo kitobi 65-bob 2-dan 5-oyatgacha cho'chqa go'shti haromligi ochiq aytilgan. Biz musulmonlarda cho'chqa go'shti yeyilmaydi. Lekin nasroniylarning ko'pchiligi esa yeydi. Bundan tashqari Iso alayhissalom Luqo Injili 2-bob 21-oyatda tug'ilganining 8-kunida sunnat qilingan deyiladi. Biz musulmonlar sunnat qilinamiz. Nasroniylarning ko'p qismi esa yo'q. Modomiki masihiy so'zi Iso Masihning ta'limotlariga ergashishini anglatarkan, faxr bilan aytamanki,
Biz musulmonlar masihiylardan ko'ra ko'proq masihiymiz. Agar siz chindan Iso Masihning ta'limotiga amal qilsangiz, unga sig'inishingizga biror sabab bormi? Do'stim, Bibliyadan Iso Masihning Xudo ekani yoki menga sig'ininglar deb aniq aytgani haqida bitta oyat bo'lsa ham keltirib bering. Doktor Zokir Naik: Ha birodar, mening savolim sakinat to'g'risida edi. Aytdim-ku, men sakinatni topib bo'lganman. Sizga nimanidir isbotlash yoki bahslashish uchun oyat yodlashim shart emas. Birodar, men aytmoqchi bo'lgan narsam, mendagi sakinat faqat ishonch ortidan bo'ladi. Chunki biz barchamiz gunohkormiz va gunohlarimizning badali uchun esa qurbonlik kerak. Albatta Iso Masih gunohlarimiz uchun qurbon bo'lganiga ishonish bilangina najot topamiz. Yaxshi, demak sizningcha Iso Masih butun insoniyatning gunohlari uchun qurbon bo'lgan, shundaymi? Siz bu gapga qo'shilasizmi? Ha, yaxshi, hammamiz bunga ishonamiz. Yaxshi. Unda xuddi siz kabi Iso Masihga iymon keltirgan bir nasroniy kelib, ayolingizni zo'rlasa, u jannatga kiradimi yoki do'zaxgami? Kechirasiz, agar bir nasroniy kelib ayolingizni zo'rlasa, u ham Iso Masih gunohlarim uchun qurbon bo'lgan deb ishonadi. Ya'ni u nima qilsam ham mumkin. Shunday ekan Iso Masih gunohlar uchun qurbon bo'lgan deyish bilan barcha nasroniylarga ayollarni zo'rlash uchun ruxsat berilgan bo'lib qolmaydimi? Yo'q, hech qachon. Nega yo'q? Axir o'zingiz aytdingiz, bu ishni qilgan odam nasroniy hisoblanmaydi. Do'stim, o'zingiz aytdingiz, sizning gunohlaringiz kechirilgani sabab do'zaxga kirmaysiz. Bu sizning e'tiqodingiz. Demak, Iso Masih sizning gunohingiz uchun o'lganiga iymon keltirish bilan ayollarni zo'rlasangiz yo odamlarga zulm qilsangiz ham jannatga kiraverasizmi? Bu ishlarni qilgan odam nasroniy hisoblanmaydi, doktor. Ammo u Isoga ishonadi-ku. Men juda ko'p nasroniylarni bilaman. Demak, bu noto'g'ri e'tiqod. To'g'rimi? To'g'ri. Ammo Bibliyada hatto jinlar ham Isoga ishonishadi va undan titrashadi deyilgan. Yo'q, to'xtang. Siz haqiqatda Iso Masihga ergashasizmi? Siz sunnat qilinganmisiz? Yo'q, men sunnat qilinmaganman. Xo'sh, nega siz Iso Masihga ergashmayapsiz? Iso Masih 8 kunlik bo'lganida sunnat qilingan, to'g'rimi? Ha. Siz doktorsiz va sunnat qilish tibbiy jihatdan foydali ekanligini bilasiz. Buni ota-onam xohlashmagan. Ammo hozir buni qilsangiz bo'ladi-ku. Agar buni xohlasangiz, men sizga yordam beraman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, siz cho'chqa go'shti yeysizmi? Yo'q. Yaxshi, nega? Bu eski ahdda aytilgan. To'g'ri. Spirtli ichimlik ichasizmi? Yo'q. Yaxshi, Isoning Xudo ekanligiga ishonasizmi? Iso Masih Xudo, yer yuziga esa inson bo'lib kelgan. Bu qayerda aytilgan? Qaysi oyatda? Qaysi oyat? Ha, qaysi oyatda shunday deyilgan? Bibliyaning qayerida Iso alayhissalom men Xudoman degan? Sizga birovlar u Xudo desa ishonib ketaverasizmi? Biz aslo ishonmaymiz. Ta'kidlab aytaman, Iso alayhissalom hech qachon ilohlikni da'vo qilmagan. Matto Injili 19-bob 16-17 oyatlarga qarasangiz, bir mahal bir kishi Isoning yoniga kelib, "Ey yaxshi ustoz, abadiy hayotga ega bo'lishim uchun qanday yaxshi ish qilishim kerak?" deb so'radi. Iso unga dedi: "Nega meni yaxshi deysiz? Yagona Xudodan boshqa hech kim yaxshi emas. Abadiy hayotdan bahramand bo'lishni istasangiz, Xudoning amrlariga rioya qiling. U hech qachon jannatga kirmoqchi bo'lsangiz, meni Xudo ekanimga yoki gunohlaringiz uchun xochda o'lishimga ishoning demagan. U jannatga kirishni istasang, amrlarni bajar degan. Qanday amrlar edi? Odam o'ldirmaslik, zino qilmaslik, o'g'irlik qilmaslik. Bu amrlar sizni jannatga olib boradigan ishlardir. Iso Masih hech qachon o'zini Xudo deb aytmagan. Xo'sh, nega siz Iso Xudo deb aytyapsiz? Siz ham uning ta'limotiga amal qilmayapsiz. Iso Masih men yuqorida aytgan dalilga ko'ra Xudo. Men hozirgina sakinat mening qalbimdaligini aytdim. Men shuni barcha bilan baham ko'rmoqchiman. Do'stim, juda ko'p odamlar bor, bilasizmi? Shaytonga sig'inadigan e'tiqodlar bor. Shaytonga? Ha, ular ham sizdek sakinatga ega, ammo bu soxta sakinat. Shuning uchun men sizni yolg'on sakinatdan olib chiqib haqiqiy sakinatga yo'llamoqchiman. Siz sakinat deb aytayotganingiz asl sakinat emas. Siz soxta Xudoga sig'inyapsiz. Chunki Iso Masih hech qachon o'zini Xudo demagan. Siz soxta Xudoga sig'inayotganingiz sabab shaytonga sig'inadigan odamlar kabi soxta sakinatdasiz. Shunga qaramay siz ham, ular ham to'g'ri yo'ldaman deb o'ylaydi. Men sizni yolg'on sakinatdan olib chiqib haqiqiy sakinatga yo'llayapman. Negaki men o'zimni haqiqiy masihiy deb bilaman. Agar masihiy degani Iso Masih ta'limotiga ergashishni anglatsa, demak men masihiylarning o'zlaridan ko'ra ko'proq masihiyman. Bilasizmi nega? Iso alayhissalom Yuhanno Injili 16-bob 12-14 oyatlarida sizlarga yana aytadigan gaplarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysiz. Haqiqat ruhi kelib sizlarni to'liq haq sari boshlaydi. U mendan eshitgan narsani sizlarga ma'lum qiladi, shu orqali meni ulug'laydi deyilgan. Iso Masihdan keyin qaysi odam, qaysi payg'ambar Iso alayhissalomni ulug'lagan? Faqat Muhammad alayhissalom.
Shunday qilib Muhammad alayhissalom haqidagi bu kabi bashoratlar Bibliyada bir necha marota kelgan. Sizdan so'rayman, nega Iso Masihning ko'rsatmalariga amal qilmaysiz va nega Muhammad alayhissalomga ergashmaysiz? Axir siz qanaqa nasroniysiz? Meni diningga amal qilmaysan demoqchimisiz? Yo'q aslo. Men sizga o'z kitobingizdan so'zma-so'z iqtibos keltiryapman. Siz haqiqiy masihiy emassiz. Mana men haqiqiy masihiyman. Bunday deyish oson, do'stim. Oson, juda oson. Men sizga ochiq-oydin dalillar aytdim. Siz esa nima deyapsiz? Zarracha dalil keltira olmadingiz. Men xristian olamidagi barcha ilohiyot doktorlaringizni, professorlaringizni bahsga chaqiraman. Hech kim qolmasin. Barcha olimlaringizni olib keling. Agar mening bilimim yetarli emas desangiz, dunyodagi eng zo'r xristian olimlarni to'g'rimga keltiring. Ayting, men bilan bahs qilishsin. Ammo oddiy odam bo'lmasin. Kuchli, ilmli, diniga haqiqatda amal qiladigan, odamlarni o'ziga jalb qila oladigan bo'lsin. Hindistondagi eng zo'rni olib keling. Butun dunyodagi eng zo'rlarni keltiring. Biz bahs qilamiz. Ularga ham sizga bergan savollarimni beraman. Bibliyaning qayerida Iso Masihning o'zi aniq qilib, men Xudoman, menga ibodat qiling degan joyi bo'lsa, men doktor Zokir Naik shubhasiz bu dinni qabul qilaman. Agar siz Bibliyaning istalgan versiyasidan Iso Masihning o'zi men Xudoman, menga ibodat qiling deb aytgan aniq oyatni ko'rsatsangiz, darhol shubhasiz qabul qilaman. Ammo hech qanday hujjat dalil yo'q. Siz nima qilyapsiz? Siz Iso Masih ta'limotlariga amal qilmayapsiz. Bu Iso Masihning emas, balki cherkovning ta'limoti. Shunday ekan do'stim, iltimos qilaman. Bu yolg'on sakinatni tark eting. Haqiqiy sakinatga kiring. Haqiqiy sakinat yagona Allohga taslimiyatdan hosil bo'ladi. Iso Masihni yaratgan Allohga taslim bo'ling, soxta ilohlarga emas. Iso Masih Allohning payg'ambaridir, Xudo emas. Umid qilamanki, savolingizga javob bera oldim. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l, ilm ila iymon sari yo'l.